O'zbek, qirg'iz va tojik xalqlarining birodarligi azal-azaldan. Qadimdan uch xalqning qarindoshlik rishtalari quda-andachilik bilan mustahkamlangan, qon-qoniga singib ketgan. Ularning bu qadar qarindoshligini ona tabiat ham xuddiki mohir chevarday gulini guliga qo'yib qo'ygandek. Aks holda Sirdaryoning irmoqlari Qirg'izistondan, Amudaryo esa Tojikistondan boshlanarmidi? Shu bois eng kichik irimlardan tortib to'y-u ma'rakalargacha marosimlari bir-biriga uyg'un. Qarindoshlar o'rtasidagi do'stlik aloqalarining yanada mustahkamlanishi esa uch xalqning bir tek quvontiradi. Bayramlarga aylanayotgan shu kunlarda, ayniqsa chegara hududlarda istiqomat qilayotganlar shodligining cheki yo'q. Ijodiy jamoamiz tayyorlagan lavhalarda shu haqda so'z boradi. Boshqa millatlarga hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'lish o'zbek xalqi milliy ruhiyatining ajralmas fazilatidir. Bugun butun respublikamiz hududlari bo'ylab o'tkazilayotgan do'stlik bayrami tadbirlarida ham bu o'z aksini topmoqda. Qo'rg'ontepa tumanida ham tashkil etilgan mazkur tantana tumandagi turfa millat vakillarini bir makonga jamladi. Ayniqsa mushtarak qadriyatlar uyg'unligi, an'analarning o'ziga xos namoyishi, qo'shiqlarda esa tilak va istakning birligi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbekiston ko'p millatliligi albatta uning boy tarixi va madaniyatining bir qismi. Ayni vaqtda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek teng huquqlilik hamda o'zaro hamjihatlik sharoitida yashab kelishmoqda. Ularning huquq va erkinliklari, manfaatlarini ta'minlash, ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, an'ana hamda qadriyatlarini saqlash, rivojlantirishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilgan. Bugungi tadbir esa ana shu imkoniyatlarning ramziy namoyishlari bilan ham qadrli bo'ldi. Viloyat hokimi boshchiligidagi mutasaddilar hududga tashrif buyurishib, fuqarolar bilan samimiy suhbatlar qurildi. Bag'rikenglik, do'stlik rishtalarining mustahkamlashda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar haqida iliq fikrlar aytildi. Ömrümüzdeki en baxtlı günlerden birinde turamiz. Sebebi men chin yuragimdan o'ta suyunishim, o'ta quvonchim cheksiz. Sebebi shunday bayramda mekanimizda erkin yashab жатқаныбыздан aybay quvonishdaman. Jana o'zim baxtlı sezaman. O'zim jana bir tuğandarım, uy bulim, ayıldaşlarım menden baxtlı ömür sürüdü. Sebebi şunçalık şart yaratılganiga, murdağı şartına qaraganda azırkı şartımız aybay ыңгайлы болып қалды, жолдар açıldı. Biz özümüzün bir tuğandarımızın uyunda dağı kengir barıp geldik. Jana men Özbekistan'da törölüp, Özbekistan'da ösüp, uşunday baxtlı jurtda yaşap жатқандан aybay quvonishdaman. Bu galgi bahorning eng samimiy, mehr-muhabbat, haqiqiy insoniy rishtalarga to'la ayyomi shu bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bunda ayniqsa o'tmishi olis tarixga qadalgan dorbozlik, kurash sporti, kichik avlodning milliy o'yinlarga e'tibori, millatlarning o'ziga xos taomlari, o'tov va qadimiy madaniyati va ma'naviyatini aks ettiruvchi ko'rgazmalar bayram shukuhining asosiy ramzi bo'ldi. Keksalar va yoshlarning do'stlik bog'ini barpo etishdagi ishtiroki, millatlar aro do'stlik va hamjihatlikni yana bir ko'rinishini o'zida aks ettirdi. 12 sentyabr 24-yil biz uchun Qarasuv uchuncha katta bayram bo'ldi. Chegaralar ochildi. Kecha kuni mana O'zgonga qanovat bilan o'tib keldim. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Qirg'iz o'zbek tubolukda yashasin. Biz murdatan tuboluk bozorimiz, mazorimiz billa bo'lgan. Hech qanday o'zbek qirg'iz degan nima yo'q, tartish yo'q. Mınaki men misalga bunda aytsam, men o'zbeklardan ko'proq do'stlarim bor. Ularning to'yina, jana mынандай tug'ilgan kunlarini, bayramlarga borib, o'shalarga birga o'tirib, kuylashib kelganda men daha yaxshi ko'raman. O'zbek tuğanlarım, do'stlarim mınaki bardығы men uyimga kelishadi. Meni densoqlik so'rashib, shunday qilib ketishadi. Insoniyat uchun eng katta boylik tinchlikdir. Tinchlikning manbai esa hamjihatlikdir. O'zaro totuvlik va do'stlik, bag'rikenglik va insonparvarlik tamoyillari barqaror go'shadagina inson emin-erkin yashaydi. Har qanday orzusiga erishadi. Shu jihatdan qaraganda bizning eng katta boyligimiz, eng asosiy yutug'imiz davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, avvalo vatanimiz osmonining musaffoligi, jamiyatimizda hukm surayotgan millatlar va fuqarolar aro ahillik va hamjihatlik, do'stlik va birdamlik muhitidir.